Konsertda uстановкада ishlari bor, o'shalarni ko'rsatib o'taydi. Bilganlar endi bilaveradi, bilmaganlarga o'rgatamiz. Misol konsertda yechib o'qiganimizdan keyin perustanovka qilinadi. O'sha paytda o'ray turganda mana shunaqa qilib o'raladi. Mana shu suv shleni mana shu tarafda turadi. Mana shunday qilib o'rab ketilaveradi. Bag'ini unday qilib o'rab ketilaveradi. Chunki bag'ini shlengda o'ramaymiz, chunki bu shleng ko'chaga qolib ketadi ko'cha tarafda. O'rab olsak, bo'lmay suv tushmay qoladi. O'shaning uchun o'sha devorni razensiyasi tushunchib unda o'sha hisobiga bag'iga shlengda o'ramaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.